Assalomu alaykum qadrli obunachilar. 2026-yil Ramazon oyida ota-onam, undan tashqari yaqinlarim, do'stlarim, qadrdonlarim bilan Umra ziyoratiga borishni niyat qilganman deganlar uchun Xudo olsa narxlarni, undan tashqari sharoitlari qanday bo'lyapti, video davomida batafsil ma'lumotni berib o'tamiz. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holdings rasmiy litsenziyaga ega ofisiga yetib kelganmiz. Bittadan like bosib, chiroyli komment yozib tursalar, niyat qilganlar niyat qildim deb turib, Xudo olsa Nizomiddin hoji akamiz bilan birgalikda necha kunlik paketlari bor, sharoitlari qanday, video davomida hammasi haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rahmat. Sizimsiz, charchamayapsizmi? Hoji aka, biz obunachilarimizga endi chiroyli qilib ma'lumotni berib o'tsak. Xudo olsa Ramazon muborak, Ramazon oyi yaqinlashyapti. Umra ziyoratiga borishni niyat qilganlar uchun narxlari, sharoitlari qanday bo'lyapti, hammasi haqida ma'lumotni berib o'tamiz. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Hammalaringga kirib kelayotgan mohi Ramazon, muborak Ramazon oyi hammalaringga muborakli bo'lsin. Barcha niyat qilganlar Ramazon oyida ota-onasini, opa-singil, aka-uka oila a'zolarini mana shu oylarda Baytullohga borib duolarini olish hammaga nasib aylasin. Xudo xolasa biz Ramazon oyining ham birinchi 10 kunliklarini boshlab oldik, qabullarni boshlaganmiz. Xudo xolasa bemalol quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalar, yana ham batafsil ma'lumotlarni o'zim berib o'tib ketaman. Xudo xolasa azizlar, bizda hozir birinchi 10 kunliklariga, ikkinchi 10 kunliklariga hamda 3-Ramazonda 10 kunliklariga qabullarni ochiq deb e'lon qilamiz. Bemalol bizda xohlasalar 14 kunlik, xohlasalar 21 kunlik, xohlasalar 35 kunlik Ramazon paketlarimiz bor. Bemalol o'zlaringga xohlagan paketlarni tanlab biz bilan bog'lanishlaring mumkin bo'ladi. Zo'r. Hozirgi kunda qayerlardan reyslarimiz bor? Xo'p, hozirgi kunda 21, 22, 23, 26 kunlariga, 24 kunlariga Farg'ona, Namangandan Primoy, Jidda reyslarimiz bor. Xo'p, Toshkentdan 19 fevraldan 28 fevralgacha har kuni kunda kunora reyslarimiz bor. Xo'p, Samarqanddan 21, 24 hamda 28 fevraldan Samarqanddan bor. Qolgan kunlari ham Termizdan ham reyslarimiz bor. 12 ta viloyatga xohlagan kunlariga, xohlagan viloyatlaridan Xudo xolasa biz aytayotgan sanalarga bo'lsa joylarini bron qilib beramiz Xudo xolasa. Safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramada bo'ladi. Xo'p, Madinadagi gostinitsalarimiz oraliq masofalari 150-200 metr markaziyada bo'ladi. Xo'p, Makka shahrida esa 1,5 kilometrdan 2 kilometrgacha Ramazon oyida xo'p gostinitsalarimiz joylashgan bo'ladi. Albatta 24 soat avtobus xizmatlarimiz bor. 2 mahal saharlik va iftorlik, Xudo xolasa o'zbek milliy taomlarimiz bor. 21 kunliklarda ham, 35 kunliklarda ham o'zbek milliy taomlarimiz, ya'ni saharlik va iftorliklarimiz bor Xudo xolasa. Demak, 14 kunlikdan tashqari 21 kunlik va 31 kunliklarimiz bor. 35 kunliklarimiz ham bor. Albatta, albatta. Xo'p, Vodiydan 14 kunlik, 21 kunlik bor. Toshkentdan 35 kunlik paketlarimiz bor. Zo'r. Kimga xohlovchilar uchun 14 kunlik, 21 kunlik, 35 kunlik paketlardan bemalol borishlari mumkin. Albatta, 35 kunligida boradigan bo'lsalaring, Ramazon oyini ro'zasini tutib, ibodatlar qilib, nazarlar, to'g'rimi? Albatta, qadr kechalari hamda hayit namozlaridan keyin 2 kun yoki 3 kun oralig'ida 35 kunliklarimiz qaytishadi vatanimizga. Xudo xolasa eng katta mukofot bilan, ya'ni ajrlar bilan qaytishadi inshaalloh. Zo'r. Xo'sh, hoji aka, misol uchun sharoitlarni aytdik, ibodatdan tashqari ziyorat, sayohatlar ham bo'ladimi? Albatta, Madina ziyoratlari bo'ladi, Makka ziyoratlari bo'ladi. Qizil dengiz, Toyif shaharlari bo'lmaydi Ramazon oyida. Shularga e'tibor berishlarini so'raymiz. Oldin 10 dan ortiq ziyoratgohlarimiz bor edi. Qolgan hozir shu 2 ta 3 ta ziyoratgohlarga chiqmaymiz xolos. Qolgan hamma ziyoratgohlarga bemalol Madina, Makka ziyoratlariga chiqsa bo'ladi. Zo'r. To'lovlar qanday bo'lyapti endi? Xo'p, to'lovlarimiz Vodiydan, vohadan, musofirdan kuzatyapti turganlar uchun. Xo'p, musofirdan kuzatayotgan, viloyatlardan kuzatayotganlar bo'lsa, xo'p, biz onlayn ham xizmat ko'rsatamiz. Quyidagi raqamlarimiz Telegram, WhatsApp orqali, imo orqali bemalol aloqaga chiqsa, bizga Zagram pasportlarini taqdim qilsa, o'zlarining xohlagan sanalariga joylarni bron qilib beramiz. Qay tarzda? Biz bularga Centrum Holidays'da bank shot raqamlarini beramiz. Shu orqali eng yaqin o'zlariga bank filiallariga yoki banklarga borib to'lovlarni amalga oshirishsa, bizga chekini taqdim qilishadi. O'zlariga xohlagan sanalar, ya'ni 14 kunlikmi, 21 kunlikmi, xohlasa 35 kunlik joylarni bron qilib beramiz. Zo'r. Eng asosiysi narxida. Narxlari qanday bo'lyapti va qayerlardan biz obunachilarimizga imkoni boricha narxini arzonroq qilib aytaverasiz? Xo'p, sizni obunachilaringizga shunaqa narx qilib beraman, talashmay, tortishmaydigan qilib $1050 qilib beraman. $1050 Farg'onadan, Namangan, Toshkent, Samarqand hamda Termizdan $1050 Xudo xolasa bemalol
quyidagi raqamlarga telefon qilishaversin. 14 kunlik. 14 kunlik, ya'ni fevral oyining oxirigacha $1050 dan qilib beraman. 21 kunligimiz. Xo'p, 21 kunligimizni $1250 dan, u faqat Vodiydan bo'ladi. Farg'onadan yoki Namangandan qilib beramiz. Xo'p, 35 kunlik paketimiz $1750, faqat u Toshkent shahridan bo'ladi. Primoy bo'ladi. Bizda peresadkali reyslarimiz yo'q. Kommentariyada ko'plab yozishibdi, peresadkalimi, через Dubaymi, Kuvaytmi, yo'q. Bizda faqat Primoy Toshkent Madina, Toshkent Jidda, Farg'ona Jidda yoki Namangan Jidda Primoy reyslarimiz bor. Bemalol telefon qilishaveradi. Fevral oyiga $1050 dan xudo xolasa bemalol telefon qilishaversin. Zo'r. Misol uchun bitta oila 5 kishi, 6 kishi borish mumkin bitta oiladan. Qarindoshlar, sinfdoshlar borish mumkin. Qandaydir chegirmalar. Albatta, narxidan chegirma qilib beraman. Siz nomingizdan, siz obunachilaringizga narxidan oilaviy yoki sinfdoshlar boradigan bo'lsa, albatta narxlardan chegirma qilib xursand bo'lishadi, xudo xolasa bemalol aloqaga chiqishaversin. Zo'r. Xo'sh, obunachilar, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha ma'lumotni berdik. Yana kimda qanday savollaring bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga, mana shu videoni kommentariyasiga yozsalaring ham bo'ladi. Imkoni boricha javob beramiz yoki bo'lmasa keyingi videolarda to'ldirishga harakat qilamiz. Yoki bo'lmasa ekran pastida Hoji akamning o'zlarining nomeri bo'ladi. Telefon qilasizlar, shaxsan o'zlari batafsil ma'lumotlarni berishib, xudo xolasa chiroyli narxlarda qilishib berishadi. Hoji aka, sizga ma'lumotlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Akalar, qo'limizdan kelgancha ma'lumotni berib o'tdik. Mana shu videomizda imkoni boricha ota-onamni Umra ziyoratiga olib borishni niyat qilganman deganlar uchun jo'natib qo'ysalaring, kimgadir foydali, manfaatli bo'lib qoladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog', omon bo'lasiz. Rahmat.